Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompotik. Bolalar yeyishga nimadir tayyorlab olinglar, chunki bugun juda ham qiziq video bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan solishtiramiz. Qaysi qamoqxona yaxshiroq? Millioner qimmat qamoqxonasimi yoki kambag'allar arzon qamoqxonasimi? Bizani bugungi qiladigan ishimiz bugun mana shu ikkita qamoqxonadan qochib ketishga harakat qilishimiz kerak. Keyin esa oxirida biz ko'ramiz qaysi biridan qochib ketish xiyroq bo'ldi, qaysi biridan osonroq bo'ldi. Biz esa bolalar videoni boshlaymiz. Birinchi qamoqxona kambag'allar qamoqxonasi. Bolalar mana ham kambag'allar qamoqxonasidaman. Biz hozir bu yerdan qanaqadir qilib qochib ketishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa anu millioner qamoqxonasiga boramiz. U yoq vashcha zo'r bo'lsa kerak. Kelinglar hozir unda o'ylaymiz qanaqa bu yerdan qochib ketamiz. Bu yerda hozircha endi hech nima yo'q ekan. Qanaqa qochib ketaman hozir bilmayman. Mana ko'cha bolalar qaranglar, nima ishga chiqishim kerak deydi, lekin chiqolmayman. Mana bu yerda qarang, shotkalar bor. Mana ishiga ham qattiq bu yerda 100%. Mana bu yerda qanaqadir yana ishinglar, qanicha mana bu yerda militsiyalar turibdi bolalar qaranglar. Mana bu yerda qanaqa ish ekan bu qanicha? Menimcha oddiy tualet bo'lsa kerak. Kambag'allar ko'chaga chiqinglar, abed. Yo'q, abedmi? Bo'ldi, mana hozir men qochib ketishga harakat qilaman shu yerdan. Bo'ldi, mana men chiqyapman. Hop, qanicha bo'ldi, mana men ham koridorga chiqib oldim. Hozir endi bizni aniq abed qilishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Hop, qanicha ketdi, unda ovqat joyiga borib ko'ramiz, yo'da nimadir qiziq narsa bo'lar. Hop, qanicha bu yoq qayoq ekan? Menimcha shu yoq bo'lsa kerak, qaranglar, ovqatlanadigan joy. Hop, qanicha povur, salom, sen menga nima ovqatlab bersan? Qanicha? Hop, 32 ta butilkaga mana bunaqa qo'ziqorin, 128 taga kartoshka, butilkalar yig'ish kerak endi bu yerda. Yeyishga ham narsa yig'ish kerak ekan. Bolalar qaranglar, butilka nimadirlar yig'ish kerak ekan bu yerda, значит, narsalar yig'ish kerak unda bu yerda butilkalar. Qayerdan butilkalar olsa bo'lar ekan? Bu yoq qayoq ekan? Qanicha? Hop, qani bu yoq qayoq endi tushunmadim. Menimcha tualet bo'lsa kerak. Uzr, men bilmayman, uzrim bor, men bilmagandim borligingizni. Yoki qaranglar, qanicha bitta qarabsiz, mayli, hop, hazillashyapman. Hop, qanicha bu yerda nima bor ekan? Hamma yoqni ochib ko'ramiz. Mamutdan qochib ketib bo'ladi, lekin men qilmayman bolalar. Kanalizatsiyaga tushmayman 100%. Bu yoq vashcha kir bo'ladi. Mamutda bu yoqda oddiy qog'ozlar bor ekan, qog'ozlar ham kerak emas. Hop, qanicha endi ketdi, ko'ramiz yana nimalar bor ekan. Biz ham ovqatlanadigan joyni ko'rdik, ketib qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Yana nimalar bor bu yerda, nima narsalar bor. Qanicha mana qanaqa do'da o'tirar ekan, qanicha bu bizga 5 ta kartoshkaga qanaqadir parol aytar ekan. Qanaqa parol bilmaysanmi? Yo'q, menga kartoshka olib kelib bering, keyin parol beraman. Mayli, hop, kartoshka olib kelib berish kerak ekan. Qanaqadir parol berar ekan keyin. Mayli, hop, birinchi bo'lib qanaqadir kartoshka topish kerak ekan. Men ko'rdim, mana bu yerda qanicha 128 ta butilkaga bizga kartoshka beratgan. Mayli, hop, butilka yig'ishim kerak ekan unda. Men bolalar ketdi, unda butilka yig'amiz. Hop, qanicha urush joymi endi bu yoq, tushunmadim. Bolalar qaranglar, mana bu yerda qilish bor ekan. Men nima endi urishim kerakmi bu yoqda? Hop, qanicha men urishkim kelmayapti, to'g'risini aytsam, ne ish yopilib qoldi. Bu yoqqa ne kirding bu yoqqa? Biz sen bilan endi urushamiz. Yo'q, men bilan urush shart emas, men oddiy kirdim. Tushunmadim, ne o'tiryapsan menga? Bu yoqqa. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Bolalar qaranglar, menga o'tirib tashlayapti bu. Ana bo'ldi, men buni o'ldirdim. Qaranglar, bundan qanaqadir qog'oz tushdi, qanicha? 90309. Bu nima, qanaqadir parolmi endi? Menimcha bilyapman hozir qanaqa parolligini. 90309. Kelinglar, 90309. Qanicha ana eshik ham ochildi. Bu yerda yana kimdir o'tirgan ekan, qanaqadir kambag'al bu yerda. Sen menga tegmaysan, to'g'rimi? Men yaxshiman lekin. Qanicha bu yerda nima bor ekan? Bolalar, bu yerda butilkalar bor ekan, qaranglar. 31 ta butilka bilan bitta mana bunaqa zeli bor ekan bu yerda. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mayli, hop, men muzeylanishni bitiraman, nimaligini bilmayman endi. Hop, salom, sen menga nima berasan? 64 ta butilkaga 3 ta qo'ziqorin berar ekan bu menga. 64 ta butilka. Mayli, hop, 64 ta butilka topib kelaman unda. Hop, qanicha? Men oddiy chiqib o'tdim bu yoqdan. Endi kelaylik, tez bu yoqqa kirib ketamiz. Hozir qaranglar, 32 ta butilkaga 3 ta qo'ziqorin. Agar hozir bitta men buni ichib yuborsam 32 ta butilka bo'ladi menda, to'g'rimi? Endi esa 3 ta qo'ziqorin ola olmayman men. Bu 3 ta qo'ziqoringa esa bo'ldi, biz andan 64 ta butilka ola olamiz. Kelinglar, mana buni olamiz. Ana senga 3 ta anaqa. Ana bo'ldi bolalar, rahmat sizlarga kattakon. Mana men 64 ta butilka oldim men bolalar. Hop, endi biz bunga nima qilamiz? Bizga yana kerak-ku menimcha. Bizga yana 64 ta kerak bo'ladi. Hop, qanicha bu yoqda nima, sportzalmi deyman a? Bu yoqda sportzal, bu yoqda kuch ko'paytirish kerak. Bo'ldi. Hop, unda mana hozir kuch ko'paytiraman bu yoqda. Hop, bu yoqda nima qilsa bo'lar ekan, qanicha? Bu yoqda hozircha qanaqa qiziq narsalar ko'rmayapman. Oddiy hamma kuch ko'paytirib o'tirar ekan bu yoqda. Mahmud qanaqa
qanaqa joyli. Mana bu yerda qaranglar qanaqa parkur bor ekan. Kelinglar parkurga chiqib ko'ramiz. Hop, parkur men professionalman bolalar, ishoninglar. Agar kim meni videolarimni ko'rsa biladi. O, bolalar qaranglar qanaqa sandiq bor ekan. Hop, shum qaramayapti, to'g'rimi menga? Militsiyalar qaramayapti. Sekin qaraymiz. O, bolalar qaranglar, mana bu yerda butilkalar bor ekan. Ko'ryapsizlarmi? Butilkalar bor ekan. Ey, sen tushunmadim, tepada nima qilyapsan? Uzr, men prosta anaqa parkurga chiqqan edim. Bo'ldi, tushib ketyapman. Oho, bolalar hech kim ko'rib qolmadi, to'g'rimi? Men butilka olganimmi? Hozir endi ketdik, bolalar parol sotib olamiz 128 ta butilkaga. Hozir sekin boramiz-da. Bo'ldi, mana ham kuchimni ko'paytirib oldim, chiqib ketamiz. Ana bo'ldi, bolalar, men chiqib ketdim militsiyalarning oldidan. Hop, endi ketdik, ana odamning oldiga boramiz-da. Anaqa sotib olish kerak. Hozir 128 ta butilkaga birinchi bo'lib kartochka sotib olamiz. Hop, endi esa bolalar ketdik, anaqa qilamiz. Rahmat sizga kattakon kartochka berganingizga. Endi bu 5 ta kartochkaga bolalar biz parol sotib olamiz. Hozir sekin borish kerak bu yoqda. Hop, salom, men parol oldim. Ana bo'ldi, rahmat senga parolga. O, rahmat senga kattakon kartochka berganingga. Arzimaydi endi zato menda parol bor. Qanichi 99 984. 9984 ekan. Adashib ketdim. Xo'p, bolalar, bu qanaqa parol ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Hop, qanaqa parol bo'lishi mumkin? Bu yoqqa keluvdimmi? Hop, qayerga bormadim? Kelaylik, bundoq hamma yoqni aylanib ko'ramiz. Bu yoqda qanaqa joy ekan? Bilmasam endi. Qanichi bolalar, kelinglar, bu yoqqa kelamiz. Bu yoqda nima ekan? Bu yoqda menimcha dush bo'lsa kerak. Kelinglar, mana shu hammasini bosib chiqamiz. Agar nimadir bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Qanichi bolalar, qaranglar, mana bu yerda qanaqa eshik bor ekan. Hech kim qaramayapti, to'g'rimi? 9984 kelinglar. 9984. Hop, ana bo'ldi, bolalar, qaranglar, eshik ochildi. Endi sekin kelamiz-da. Qanichi men murjak nima qiladi endi? Qanichi eshikni yopib qo'yar ekan bolalar, qaranglar. Hop, bo'ldi, bu naborda yaxshi yopib qo'ya qolmoqchi, kim qolmasa. To'xtanglar bolalar, sireni ishlab ketdimi? Sireni ishlab ketdim, amca. Tezroq qochib ketish kerak bu yoqdan. Kelinglar, hop, bu yoqqa ham anaqa parkur qilib qochib ketamiz. Tushunmadim, sen bu yoqda nima qilyapsan? Bizda qochib ketyapti, kimdir qochib ketyapti. Oy, o'ldirib olamiz buni, bo'ldi, tezroq. Hop, hech kim kelmasdan tezroq qochib ketish kerak bu yoqdan. Hozir qanichi mana bu yana parkur bor ekan, unaqa lavali bu yoqdan ehtiyot bo'lib o'tib olish kerak. Lava tushib ketmasam bo'ldi. Hozir kelinglar bu yoqqa. Hop, endi bu yoqqa bundoq qilib o'tib olamiz. Tak, endi tezroq bu yoqqa. Hop, endi bu yoqqa bundoq qilib bu yoqqa o'tib olamiz. Tak, kelinglar mana bu yoqqa. Hozir bu yoqqa. Ehtiyot bo'lish kerak bolalar. Kelinglar, endi tezroq bundoq o'tib olamiz. Hop, ana bo'ldi, tayyor. Bolalar, qaranglar, men qochib ketyapmanmi o'sha? Bolalar, men qochib ketyapman, hozir qarang. Ehtiyot bo'lish kerak, sekin men eshitib qolib tag'am chiqishmasin. Mana bolalar, qaranglar, mana kambag'allik qamoqxonasida mana bunaqa doska yerlardan qilingan, toshlardan. Bo'ldi, bolalar, men qochib ketdim. Endi uzoqga ketvorsa ham bo'radi. Men bunaqa oson bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin o'zi unaqa oson ham bo'lmadi. Bolalar, to'g'rimi, qiyin bo'ldi. Qanaqa butilkalar yig'ib yurishga to'g'ri keldi. Kelinglar, endi bu yoqqa bundoq sakraymiz-da. Endi uzoqroqga qochib ketamiz biz tezroq bolalar. Ura, men bu yoqdan qochib ketdim. Qaranglar, mana rang-barang videolar bor ekan. Bolalar, men birinchi qamoqxonadan ham qochib ketdim. Endi esa bolalar boyagi qamoqxonasiga ketdim. Bolalar, mana millioner qamoqxonasidaman. Sizlar o'ylashingiz mumkin, kompot qanaqa qamoqxona? Bu yoq juda ham zo'r. Menimcha uy shakl tilla olmoslardan qilingan. Lekin yo'q bolalar, bu millioner qamoqxonasi. To'g'ri, lekin qaranglar, juda ham chiroyli bu. Mana bunaqa tilla olmoslardan qilingan, izumrudlardan. Bu shunaqa qimmat qamoqxona bolalar. Hop, qanichi bu yoqdan endi nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerda nima bor ekan? Bu yoqda hech nima yo'q. Men bu yerda o'zim ochib chiqib keta olaymanmi nima? Millioner, sizga steak olib kelib beraymi? Yo'q, rahmat, hozir shart emas. O'zim borib olaman. Mayli, xo'p. Bolalar, qaranglar, bu yoqda steak ham olib kelib berishar ekan. Juda ham zo'r. Bu militsiyalar ham mana ajoyib kiyimda ekan. Qaranglar, juda ham zo'r lekin. Ana kambag'allik qamoqxonasida emas ekan. Bu yoqda menimcha ovqatlanadigan joy bo'lsa kerak. Qaranglar, mana o'g'rilar ham juda ham ajoyib kiyim olgan. Men bu yoqda o'g'ri emasman, men bu yoqda oddiy qochib ketishga kelganman. Bu yoqda lava ekan, tushkim kelmayapti bu yoqqa, to'g'risini aytsam. Bu yoqda qog'oz ekan. Bu yoqda menimcha oddiy qo'llar yuvilsa kerak. Hop, qanichi bu yoqda yana nimalar bor? Mana bu yerda menimcha bolalar, qaranglar, bu yoqdan ovqat olinar ekan. Bundoq qismini boyga yetilgan steak, tovuq, yana pechenye bolalar, qaranglar. Sizlar qachondir ko'rganmisizlar qamoqxonada pechenye berilishini? Juda ham zo'r lekin. Mayli, hop, ketdi unda. Bolalar, bu yoqdan qochib turaymi, o'tib. Hop, qanichi bu yoqda nima ekan? Bu yoqda yana tualetmi? Tualet bo'lsa kerak menimcha. Qanichi kelinglar, hamma yoqni bosib ko'ramiz, bundoq qilib nimadir bo'lsa agar. Bu yoqda hech nima yo'q ekan. San kimsan? Qanichi? Tatuirovkalarni qaranglar, bolalar buni. Bu qaranglar, bizga
pul sotar ekan. Ha, men bu yerda pul sotaman. Men işte ko'rsatilgan narsalarni olib kelib bersang, men senga pul beraman. Bo'ldi, xo'p, bo'ldi. Unda biz bu aytgan narsani olib kelib berishimiz kerak ekan. Voy, uzr, men rostdan bilmagandim. Yopib qo'yaylik, qanish bu yerda hech kim yo'q. Kelaylik bitta bosib ko'ramiz. Agar nimadir bo'lib qolsa, agar bu yerda zo'r bo'lardi. Hop, to'xtanglar bolalar, qaranglar, mana bizga nimadir tushdi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'ziqorin tushdi 3 ta dona. Yo, ajoyib bolalar, qaranglar, qanish qo'ziqoringa menimcha bundan nimadir sotasi bo'lardi. Bundan $100 sotasi bo'lar ekan. Bolalar, qaranglar, rahmat senga kattakon. Hop, qanichi, menda o'sha $100 bor, lekin bu yerda menimcha $100 umuman katta pul bo'lmasa kerak. Bu yer endi boylarning qamoqxonasi, bolalar o'zingizlar bilasizlar. Hop, mayli, menda endi $100 bor. Endi men bunga nima sotsam bo'larkin? Nima deb o'ylaysizlar bolalar $100 ga? Hop, qanichi, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda menimcha, o'sha anaqa ekan-da, bu yerda kuch ko'paytiradigan joy, zal bu yer. Bu yerda kuch ko'paytiriladi. Bo'ldi, hop, kelinglar. Bu yerda ham men qanaqa parkur bormikan? Sen bu yerda nima sotasan qanichi? $100 ga 4 ta olma sotasi bo'lar ekan. Biz olamiz, bizga kerak bo'ladi tillali olma. Hop, qanichi ketdi. Bu yerda endi men 4 ta olma bilan qanaqadir pavuk ko'ziga 8 ta $100 berar ekan. Qaranglar bolalar, $800. Men topib kelishim kerak. Bolalar, hozir topib kelaman. 4 ta olma. Hop, bo'ldi, hop, qanichi bitta unga pavuk ko'zini olib kelib berish kerak. Qo'rilgan pavuk ko'zmi, bilmayman. Mayli, hop, ketaman, tepaga chiqib boramiz. Hop, qanichi, bolalar, bu yerda qiyin ekan, qaranglar. Hoppa, bunda o'tib oldim, bo'ldi. Endi ketdim mashtamda sekin o'tib olamiz. Hop, bunda. Tak, endi mana bu militsiyalar qaramayapti-yu menga, to'g'rimi? Bo'ldi, o'tib ketishdi. Kelinglar mashtamda o'tib olamiz. Tak, voy, bolalar tushib ketib qoldimi? Vashcha qiyin ekan boru. Ana kambag'allikda juda ham oson edi. Hop, kelinglar, endi bu yerga qaranglar, sandiq bor ekan, hech kim qaramayapti menga, to'g'rimi? Hop, kelinglar, mana buni olamiz. Mana bu pavuk ko'z bor ekan. Ura, ana bo'ldi, men $800 olsam bo'ladi. Bo'ldi, xayr sizlarga, men ketdim. Pul olaman endi. Tak. Hop, bolalar, qaranglar, mana narsalarim ko'pligini. Oho. Hop, qanicha, kelinglar, $800 olamiz. Ana bo'ldi, bolalar, tayyor. $800 bor endi menda. Hop, endi biz bu $800 ga nima olsak bo'lar ekan? Nima deysiz? Hop, qanichi, bu yerda qilish, tushunmadim, nima urishish kerakmi yana? Qanichi ko'ramiz. Bu yerda nima bor endi? Hop, bu yerda nimadir richak, tushunmadim. Qanaqadir, kuchli odam. Kemaman oldim, qocha, kemaman oldim yudammi? Bolalar, buni kuchliligini qaranglar. Balki men seni o'ldirib tashlayman hozir. Yo'q, shart emas, men qochdim bu yerdan, bolalar, qaranglar, Mamut. Bolalar, Mamut, qaranglar, qanaqa o'tib ketish yoshi qiyin ekan bu yerdan. Men kambag'allikda vashchi bunaqa emas edi. Ana bo'ldi, men oldimdan ketdim baribir. Ana bo'ldi, qaranglar, bundan tarus tushdi. Assalomu alaykum, men oddiy kelgan edim. Xavotir olmang, millioner meni bu yerda sotib olishgan. Men sizga tovondaman. Yo'q, bo'ldi, xo'p. Hozir siz bu yerga o'tishingiz uchun siz parol topib kelishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, parolmi? Hozir qancha parol. Mayli, xo'p, unda men parol topib kelishga harakat qilaman. Rahmat sizga. Bolalar, qaranglar, mana bu militsiya menga sotib olingan ekan, ko'ryapsizlarmi? Men aytganimni qiladi. Aytganim emas, menga qarashvoradi qochib ketishga. Bo'ldi, xo'p, kelinglar, mana bu yerda qancha. Hop, hech nima yo'qmi bu yerda? Hozir kelinglar, qochtiringlar. Qoch. Hozir qanichi, bu yerda nimalar bor yana? Bu yerga adashmasam men keldim, mana urushadigan joy. Bu yoqqa yo'q, qanichi pastga tushamiz. Hop, assalomu alaykum. Xavotir olmang, millioner, xavotir olmang, men ham siz tomondaman. Men siz qochib ketishga harakat qilaman. Yo'q, bo'ldi, xo'p. Unda men nima anaqa qilishim kerakmi endi? Nimadir narsalar topib kelishim kerakmi? Ha, mana narsa bor, parol sotib bor o'sha yerda. Parol topishingiz kerak. Bo'ldi, xo'p, kelinglar, bolalar, $800 ga unaqa kirka sotib olamiz. Hop, yana boshqa men boshqa narsalarga pulim yetmaydi. Hozir kelinglar, biz birinchi bor ugl olib berishimiz kerak. Men ugl olib keldim. Hozir kelinglar, tosh bilan mana bunaqa palkalar sotib olamiz. Endi esa kelinglar, toshli qilich qilib olamiz o'zimizga. Qilich emas, kirka. Birinchi yo'l mana buni eritamiz. Hozir qanichi, bu yerda biz mana bularni sotib olishimiz kerak, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mayli, xo'p. Hozir qaranglar, biz ham anaqa bo'ldi. Endi mana bundoq qilib, tak, ana bo'ldi, bolalar, bizda kirka tayyor. Endi esa men bilan yig'ishimiz kerak, bolalar, biz boshqacha undan ham kuchliroq kirka sotib olishga. Hozir qaranglar, bolalar, mana bu yerda obsidian bor ekan. Menimcha men mana shu obsidianni sindirishim kerak-da. Antan oshaman, kuchli anaqalarni sotib olib. Bo'ldi, muammo emas bizga. Tez unda shunaqa qilib olamiz. Kelinglar, mamutlarni ham hamma yog'ini olamiz. Tak, mamutlarni ham, mana bunda. Hop, ana bo'ldi, bolalar, 30 ta bo'ldi, tayyor. Endi kelinglar, bolalar, mana buni sotib olamiz. Bo'ldi, bizda bu tayyor. Endi ketdi, bolalarni obsidianni sindiramiz, ko'ramiz nima ekan. Hozir qanichi bunda. Bolalar, mana bu sandiq bor ekan, qaranglar, sandiq bor ekan mana bu yerda. Hop, qanichi bu yerda $100 bilan qaranglar, mana bu yerda pul bor ekan. Qanichi kitob bor ekan, 45-28 parol ekan bu. Bo'ldi, ketdi, tezroq endi bu yerda ana parolni topdimmi? To'xtang. Narsalarni aniq qilib keting, endi bilib qolmasin. Narsalarni qoldirib keting. Bo'ldi, xo'p, buni men narsalarni qoldirib ketaman. Hop, qolganlar
qaringiz bo'ldi mani narsamni yedi. Rahmat sizga kattakon qarashib olganingizga. Hop mana bo'ldi, men parolni topib keldim. Parol topgan bo'lsangiz juda ham zo'r. Muhammadga parolni tering. Bo'ldi. Hop parol 4528 4528 ana bo'ldi. Hop qanichi bo'ldi. O 3 mana bo'ldi. Muhammad anaqa bor ekan. Bo'ldi, tezroq qochib ketamiz bu yoqdan. Kelinglar. Amon bor ekan, qaranglar. Ana bo'ldi. U ketdi menimcha. Hop men bu yoqdan unda tezroq qochib ketish kerak. U tam odamlarni chaqirib kelmasin. Hozir bolalar ketdi qanichi. Wow, bolalar qaranglar. Bu yoqda mana bunaqa mashinalar bor ekan. Wow, mana bunaqa mototsikl, mana bunaqa mashina, mana bunaqa qimmat mashinalar bor ekan. Wow, qaranglar, endi biz qaysi birida ketamiz bolalar? Kelinglar, endi mana bunaqa gelikda ketamiz. Hop, kelinglar, endi bu yoqdan tezroq qochib ketamiz qanichi. Hop, zavod qilamiz. Bolalar qaranglar, millioner anaqa gelikda. Hop, endi sekin, endi mana bunaqa ketamiz. Hop, qanichi bolalar qaranglar, men bu yoqdan ham qochib ketyapman. Ura! Bolam, kambag'al qamoqxonasimi? Shunda oldimizda ekanmi? Ammo boshida chiqqanini sezmagan ekanman. Yo'q, bolalar qayergadir sakrab ketyapman. Ana bo'ldi. Qanichi? Voy bolalar, voy bolalar, mashinadan cho'ktirib yubordim-ku. Mayli, xo'p, nima qilmaydi. Qaranglar, meni tishlarim tilladan qilingan-ku. Bitta mana tishlarimni sotarsam, yangi shunaqadan olaman. Ana bo'ldi bolalar, qaranglar, men millioner qamoqxonasidan ham qochib ketdim. Unaqa qiyin bo'lmadi, lekin unaqa oson ham bo'lmadi. Takoy o'rtacha. Sizlarga bolalar ko'proq qaysi qamoqxona yoqdi? Millionermi yoki mana bu kambag'allar qamoqxonasimi? Menimcha qochib ketish osonroq bo'lgan. Anaqaniki bo'lsa kerak. Millionernikidan qochib ketish osonroq bo'ldi. Chunki u yoqda militsiyalar mana tarafda bo'lishgan ekan, sotib olingan militsiyalar ekan. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammalardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Men esa ketdim.